Assalomu alaykum hammaga. Bugun men sizlarga devor bilan bu uyi devorini ulanishini gapirib o'taman, tushuntirib o'taman. Agar bu uyi devori fundamentdan, podvoldan tepaga qarab chiqayotgan paytida buni dakansa olib chiqib qo'yib, keyin devorni ulaydigan bo'lsanglar, unda o'rtada mana shu chiziqdan treshina bo'ladi. O'sha treshinani keyin hech qanaqasiga yopa olmaysizlar. Agar mana shu treshina bo'lmasligi uchun mana bu uyi devorini podvoldan chiqayotganda mana shu yer yuziga chiqayotganda buni podushkasiga, devorni podushkasiga ulanadigan joyida bu yoqqa armatura, qo'shimcha armatura chiqarib ketish kerak. Pastdan chiqarib kelib turib, keyin bu yoqqa qarab chiqarib ketish kerak. Mana o'shanda buni podushkasiga, devorni podushkasiga armaturasiga buni devorni podushkasini armaturasi ulanadi. Mana o'sha ulangandan keyin podushkalar bir xil o'rinda turadi. Bu yog'i ham cho'kmaydi, bu yog'i ham cho'kmaydi. O'sha cho'kmaganligini hisobiga ajramaydi g'ish. Yoki bo'lmasa bu yerdan shtraba chiqarib ketishingiz kerak, shtrabaga qarab ulaysiz. Shtrabaga ulangan joylarda ham treshina berganini ko'rganmiz. Mana hech qanaqasiga treshina bermaydi. Mana devorni ko'ringlar. 3 yildan oshiq bo'lgan devor haligacha turibdi mana shundoq. Mana bu kolonna bizaniki. Bu qo'shnimiz devori. O'sha ulanmaganligi sababli, bir-biriga ulanmaganligi sababli mana treshina ko'ringlar. Agar bular bir-biriga ulangan bo'lganda treshina bermasdi.